Qari bola bilan 30 soniyada biz pitsa tayyorlaymiz. Va pizzada bular Namangandagi food blogger ekanlar. Men aytdim, tayyorlaymiz dedim. Faqat dedim 30 soniya tayyorlaymiz. Tomoshabinlar eng zo'rini aniqlab beradi. Yutqizgan odam bir-birimizga shart beramiz. Albatta. 1 2 3. Do'stlar, hozir bular pitsa tayyorlayaptilar. Mana bularniki boshqacha bo'ladi, to'g'rimi aka? Ha, albatta. O'zingiz retseptingizda bo'ladi bu yo'q. Bizlar mahsulotlardan ishlatgan holda retseptni mana aylantirishni bilasizmi aka? Vo'ba! Hech food blogger bilan kontent qilmagan ekanman. Men anchadan beri xamir ochmayman, jinchish sabab bo'lmaysizlar. Aka, mana bizlarning mahsulot. Xohlaganingizcha yangicha pitsa qiling. Menyudagi qilmaysiz ham bo'laveradi. Firmini sos do'stlar, bu sos boshqachasi. Aka, men bizning sosdan ishlatyaptilar mana. Bu ham bizning o'zimizning firmini sirlarimiz. Sira tovuqga o'tib ketdilar. Namanganda bilaman, tovuq go'shtini juda ham yaxshi ko'rishadi. Xabarim bor. Men buni ishlataman, chunki meni bolachalar ko'p yaxshi ko'radi, aka. Shuning uchun men pepperoni ozgina qo'shib kalbasa bilan tayyorlaymiz. O'zgacha ikkalamiz ham. Ha, siz ham o'zgacha, men ham o'zgacha. Tak, hozir ijod qilyapman-da. Kotletdan qo'shaman. Aka, boshqacha chiqadi. Bolgarskiy mazgina qo'shib qo'yamiz, aka. Mana bunaqa pomidor ham qo'shib qo'yaman. Необычный bo'ldi. Ratatuy. Buni nomi aka, men ratatuy dedim. Bo'ldi. Bunaqa pitsa yo'q. Yo'q ham ola bunaqa, yangicha. Ketdi. Ketdi. Biz hozir va akalar bilan shunaqa shart qo'ydikki, kimi pitsasi zo'r tanlaysizlar, ovoz bergan, keyin yutqizgan odamga shart beramiz. Qaysi zo'r, nima deb o'ylaysizlar? To'xtanglar, siz qo'linglarni ko'tarasizlar. Bu pitsaga hamma qo'lini ko'tarsa kim? Bu pitsaga. Aka, o'z-o'zidan men yutdimmi lekin? Bilaman, biringiz yutdi. Vallah. Sizlar bo'ldi. Yem o'tirib turishadingiz. Ha, bitta olinglar, yetmaganlarga keyin beramiz. Shoshilma. Shoshilma. Aka, men o'z shartni bersam qattig'ini beraman. Kalga oling deb qolishim mumkin. To'xtang. Obunachilik qo'yaylik. Akamiz yutqizdilar. Nima shart bajarsalar, keyin o'zingiz profilingizga qo'yasiz, shart bajargan. Bo'ldi. Kommentariyada yozib ketasizlar. Nima yeyishim? Va like bosib qo'yinglar.